Assalomu alaykum izləyicilər. Bilasizlar, ikkita noxushlar bor. Bir yaxshi, bir yomon. Birinchi yomonidan boshlaymiz. Har doimgidek. U xabar akkaunt YouTube akkauntiga chiqib ketdi. Ikkinchi yaxshi xabar esa men yana bir marta YouTube akkaunt oldim. Hozirda Ramazon, bugun Ramazon kirib keldi. Endi 15-martgacha menga 1000 ta yo'q. 500 ta obunachi deydilar. Men sizlardan roziman. Chunki bu oyda Qur'on nozil etilgan bolalar. Shu bitta obuna bilan like bosib qo'ysa o'ladimi? Men hozir chiqaraman nomimni, YouTube akkauntimning nomini o'sha yerga o'tib obuna bo'lmagan bu dindan emas. Shundalarni Xo'pmi? Obuna bo'lasizlar. Men kamida 500 ta bo'lishim kerak. Ha? Bo'ldi, sizlar yaxshi ko'raman. Mana o'sha nom hozir chiqaraman mana. Adashib ketdim. O'chirishni olamiz. Mashinada o'tirdim. Oldingi nomga o'xshashroq I R A 7 bundaqa 3 tushundilarmi? Shekka obuna bo'lmagan. O'ylab ko'raylik. Shekka obuna bo'yla iltimos. Men o'zi zo'rg'a obuna yig'yapman. Bilasizlar, bizga hali pul berishmaydi. Men lekin pul olishim kerak. Har bitta videoyimni o'rtoqlaringizga tarqating, ular ham obuna bo'lsin. Kamida 500 ta bo'laylik. Eng zo'ri Ramazon muborak. Iltimos bolalar, shu bitta like, bitta obuna nimani hal qilishim mumkin? Yo'q, sizlardan pul yechib olmasa, tekin-ku obuna bo'lib qo'ysiz, men sizga yangi video chiqaraman. Yangi akkauntning nomini hozir yana chiqarib beraman men sizga. Chiroyli qilib. Bunda mana K I R A 7 bundaqa 3 kira 7 naqa hashmi nimadir? Shundaqa 7. Hani yosh bolalar yomon so'kat deyishdi. Sizlarga emas. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, obuna bo'linglar, 500 ta bo'linglar bolalar. Xo'p, men sizlarni yaxshi ko'raman.